Hammaga salom foydakashlar, Foydakash YouTube kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videomiz Telegram Premium olish haqida. O'tgan videomiz tekinga Telegram Premium olish haqida edi. Buni ko'ribsiz. Tekinga Telegram Premium olsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Mana shuni o'rganib olasiz. Bugungi videomizda esa Telegram Premiumni pulga sotib olishni o'rgataman. Hozirda juda ko'p odamlarda o'xshamayotgan ekan. Mana shuni hozir men hamma sir asrorlarini noldan o'rgataman va qaysi bank kartalaridan olishni ham o'rgataman va u bank kartalarini qanday qilib o'zingiz demak zakaz qilishni ham o'rgataman. Albatta videomiz manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Shuning uchun videomizga hozirdan bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va video tugagandan so'ng videoni kommentariyasiga mana shu video haqida izohlaringizni yozib qoldiring. Agar savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa ham mana shu videoni kommentariyasiga yozib qoldirsangiz men o'qib javob berishga harakat qilaman. Unday bo'lsa biz videorolikni boshladik. Agar bu videomizni ko'rib ham o'zingiz Telegram Premium olishga qiynalsangiz, bizni Foydakash Spot Telegram kanaliga kirsangiz Telegramdan bu yerda adminlarimiz bor. Sizlarga ishonchli, halol va to'g'ri yo'lda Telegram Premium olib beradi. Eng muhimi ishonchli. Foydakash Spot Telegram kanaliga kiring. U yerdagi Dadaxon O Telegram profiliga yozadigan bo'lsangiz, bu o'zimning shaxsiy akkauntim. Mana shu adminga yozadigan bo'lsangiz, sizlarga ishonchli tarzda Telegram Premium olib beradi. Mana shu admin profili o'chib qolgan ekan, ya'ni Telegram Premium'i o'chib qolgan ekan. Mana shunga hozir Telegram Premium olamiz, chunki bu bizga juda ham muhim. Chunki kelgan klientlar, ya'ni mana shu Foydakash Spot Telegram kanalimizga kirib, mana shu adminga yozadigan bo'lsa, senda Telegram Premium yo'q-ku, qanday qilib boshqalarga olib berasan degan savollar, gaplar bilan ko'ngilni xira qilyapti. Mana shu Foydakash Spot Telegram kanaliga kirsangiz, men qachon kimga qaysi payt Telegram Premium olib berganimni tashlab boraman va bu yerda mana konkurslar ham o'tkazgan edik. Mana shu YouTube kanalimiz 1000 ta bo'lganda biz konkurs qildik. Ya'ni mana shu Foydakash Spot Telegram kanali obunachilar bilan konkurs qildik va bu konkursda nimalar qo'ydik? Mana shu ko'rishingiz mumkin. Birinchi o'ringa 1 oylik Telegram Premium berdim va 50 ta stars ham qo'shib berdim bu birinchi o'ringa. Ikkinchi o'ringa esa 1 oylik Telegram Premium, uchinchi o'ringa esa 100 ta stars berdim. Shartlar oddiy edi. Mana shu kanalimga obuna bo'lib qo'yish edi, bo'ldi. Keyin mana shunaqa konkurs qildik. Bizda birinchi ishtirokchilar 10 taga yaqin ishtirokchi bo'ldi va u yerdan birinchi o'rinni olgan odamni hozir ko'rsataman sizga. Mana birinchi o'rinimiz mana shu odam olgan edi va unga biz Telegram Premium olib bergan edik. Bu shartlarni 100% to'g'ri bajargandi va u mutlaq birinchi o'rinni olib, biz unga 1 oylik Telegram Premium hamda 50 ta stars hadya qilgan edik. Mana shartlarni ham tashagan. Shunday qilib siz ham mana shu Foydakash Spot Telegram kanaliga obuna bo'lsangiz, tekinga ham Telegram Premium yutib olishingiz mumkin. Qachonki konkurs bo'lganda. Agar o'zingizni pulingizga olishni xohlasangiz, mana shu videoni oxirigacha ko'ring, o'rgataman. Demak, admin profili, demak Telegram Premium o'chgan. Biz o'zi qanday olamiz? Telegram Premium qanday olaman? Men hozir sizga ipidan ignasigacha o'rgataman. Do'stlar, bizga birinchi navbatda nima kerak bo'ladi? Visa karta kerak bo'ladi Telegram Premium olish uchun va biz Visa kartani qaysi bank Visa kartasini xarid qilishligimizni, ya'ni zakaz qilishligimizni hozir o'rgatamiz. Bu Visa kartalar mutlaqo bepul, men aytayotgan yo'l bilan agar o'zingizga zakaz qiladigan bo'lsangiz, Play Marketga kirib olasiz agar siz Android ishlatsangiz va Play Marketdan Ipak Yo'li Mobile bank kartalarini zakaz qilishimiz uchun mana shu ilovasini yuklab olasiz. Bu Ipak Yo'li bank mobile hozirgacha juda ham zo'r, a'lo darajada ishlab kelmoqda va men buni salkam 1 yildan beri ishlatmoqdaman va hozircha hech qanaqa uyaltirgan joyi yo'q. Ipak Yo'li mobile bank kartalarini demak zakaz qilishimiz uchun mana shu ilovani yuklab olamiz. Bu bizga hech qanaqa reklama uchun pul hech narsa bermagan. Shunchaki men sizga to'g'ri, ya'ni qaysi usulda olishingiz kerakligini ko'rsatishim uchun, ya'ni hozircha eng zo'r ishlayotgan bankni mana shu bank deb tavsiya qilaman, chunki boshqa banklari ishlamayapti, ya'ni to'lovni qabul qilmayapti. Lekin Ipak Yo'li Mobile bank kartalarida sizning to'lovingizni Telegram Premium qabul qilyapti. Shuning uchun mana shu bank kartalarini siz ham o'rnatib oling va o'rnatib olganingizdan so'ng bu bank kartalarini ilovasiga kiramiz.
G'ilvosiga kirganimizdan so'ng siz ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. O'zingiz parol qo'yasiz. Parol qo'ygandan so'ng shu tasdiqlaysiz, ya'ni shaxsingizni tasdiqlaysiz. Shaxsingizni tasdiqlagandan so'ng mana men oldin ro'yxatdan o'tganman. Demak, ro'yxatdan o'tish juda ham oson. O'zingiz ilovaga kirsangiz ko'rsatadi qayerdan qanday o'tishingizni va bu bank kartalari boshqa narsalar qilishingiz uchun ham juda qulay. Demak, kirib olamiz. Va menda hozircha kartalar va hamyon bo'limiga o'tadigan bo'lsam, mana shuncha bank kartam bor. Bu yerda siz o'zingizning hamyoningizni ochib qo'ysangiz bo'lar ekan. Mana Visa kartalar mana shu Visa deb yozilgani Visa kartalar bo'ladi. Bu yerda mana kodi bo'ladi o'zini va CVV kodi bo'ladi. Mana shu CVV kodi va amal qilish muddati orqali siz mana shu bank kartalariga hisobingizni to'ldirish orqali premium olasiz. Chunki Visa kartani CVV kodi bo'ladi. Bu CVV kod 3 xonali kod. Bunda Telegram premium olish uchun kiritiladi bu kodlar. Shuning uchun Visa kartada olinadi. Oddiy o'zimizning Humo yoki Uzkartda olib bo'lmaydi. Mana bunaqa Humo kartalarimizda olib bo'lmaydi Telegram premium. Faqatgina Visa kartalarda olib bo'ladi. Visa kartani ham faqat Ipak Yo'li Mobile, Ipak Yo'li banki orqali ochilgan Visa kartalarda olsak bo'ladi. Demak, men shuncha Visa karta buyurtma qilib qo'yganman, chunki biri ishlasa, biri ishlamay qolishi mumkin deb o'ylab, lekin bular mana bu oxirdagi bitta mana shu va mana shu ikkalasi hozircha ishlamayapti, chunki buni men 1 yil ishlatdim. 1 yil Telegram Premium oldim va Telegram Premium bot buni atkaz qilyapti. Ya'ni juda ko'p olingan Telegram Premium shu mana shu ikkala kartadan. Shuning uchun endi hozir yangi chiqqan ikkita kartasi orqali men buyurtma qilaman, ya'ni Telegram Premium olaman va mana shu ikkalasini hozirda juda ham a'lo darajada ishlab kelmoqda va qilayotgan to'lovlarimni ham 100% qabul qilyapti Telegram Premium bot. Visa kartadan muammo bo'lgani yo'q. Buni Telegram Premium bot bor. Ana shu bot muammo qilyapti. Ya'ni to'lovni qabul qilmayapti. Lekin mana shu kartalardan siz to'lov qilsangiz 100% qabul qiladi. Buni qanday qilib biz zakaz qilamiz deb aytishingiz mumkin. Siz ro'yxatdan o'tib olasiz va ro'yxatdan o'tib olgandan so'ng mana bu yerda mana shu Visa boshda bank xizmatlari degan joyda ostida mana Visa karta imkoniyatlari, mana shu Visa degan yozuv bor. Mana shuni ustiga bir marta bosasiz. Bosgandan so'ng kartani buyurtma qilish degan joyi chiqadi mana. Kartani buyurtma qilish. Bu yerdan siz men aytayotgan bank kartasini buyurtma qilasiz. Men sizga tavsiya berayotgan mana shu, aynan mana shuni siz buyurtma qilasiz. Woman card deydi ya'ni. Va mana shuni va siz yana qaysini buyurtma qilsangiz bo'ladi. Mana shuni ham buyurtma qilsangiz bo'ladi. Buni oldin ishlatganman. Chunki men ko'p buyurtma qilganligim uchun, bu kartalar ko'p bo'lganligi uchun menda hozir buni mencha buyurtma qilib bo'lmaydi va bu yerda pullik bank kartalari bor. Bular kerak emas bizga. Bizga eng keraklisi hozir mana shu. Mana shuni siz buyurtma qilasiz, buni tanlaysiz, mana shuni joyiga olib kelasiz. Olib kelganingizdan keyin kartani buyurtma qilish tugmasi bor pastda. Mana shu tugmachani bosib, bu yerda ma'lumotlarni kiritasiz. O'zingizni bank kartangizni, ya'ni Humo karta yoki Uzkart kartangizni mana shu ilovaga ulab olasiz, ya'ni qo'shib olasiz. Qo'shib olgandan so'ng bu xizmat narxi 0 so'm, ya'ni bu kartani buyurtma qilish O'zbekiston bo'ylab 0 so'm va yetkazib berish xizmati ham bor. Bularni xohlasangiz yetkazib berish yoki filialni tanlash orqali filialiga borib olib kelsangiz ham bo'ladi. Lekin yetkazib berishni bosadigan bo'lsangiz ham o'zingiz turgan joyni belgilab, ya'ni bankka yaqin bo'lgan joyni belgilab buyurtma qiladigan bo'lsangiz, sizga o'zlari tekinga olib kelib beradi. Juda ham zo'r xizmat qilmoqda hozircha Ipak Yo'li banki. Biz shunday qilib buyurtma qilasiz, ya'ni xohlasangiz yetkazib berish, xohlasangiz filialni tanlash orqali va maxfiy kalitga xohlagan bir ismingizni yozib qo'ying va buyurtma berish tugmachasini bosib buyurtma qilasiz. Bu bank kartalari uzog'i 3 kundan 5 kungacha sizni hisobingizga kelib tushadi. Ya'ni mana bu joyda ko'rinadi. Va bu yerda ko'ringandan so'ng siz kod kiritasiz, ya'ni kod qo'yib qo'yasiz kartangizga va o'zingiz ulab qo'ygan karta orqali buni hisobini to'ldirasiz. Mana shu kartani hisobini to'ldirasiz. Men hozir buni videoni pauza qilib hisobini to'ldirib olaman. Mana hisobimni ham to'ldirib oldim. 36 ming so'mga to'ldiraman. Chunki men 1 oylik Telegram Premium olmoqchiman. Mana 36 mingga to'ldirib oldim.
va bu bank kartasini CVV kodi bo'ladi va xavfsizlik, ya'ni qancha muddat, misol uchun amal qilish muddati bor. Ana shu kodi bilan CVV kodini va buni mana shu raqamlarini kopirovat qilib olamiz. Bularni men sizga ko'rsata olmayman. O'zim hozir kopirovat qilib olaman. Bularni demak yashirib qo'ysa ham bo'lar ekan. Shuning uchun mana bu yerda bank kartasini ichiga kirasiz. Kirganingizdan so'ng ko'rsatish tugmachasi bor. Mana shuni bosasiz va bu yerda mana karta raqami degan joy bor. Mana shuni kopirovat qilib olasiz. Kopirovat qilib olganingizdan so'ng karta amal qilish muddati bor. Mana shuni ham bilasiz nechiligini va CVV kod mana shu. Mana shu 3 xonali kod bu CVV kod hisoblanadi. Mana shuni ham bilib olasiz. Keyin hisobingizni to'ldirdingiz, bularni bildingiz va biz Premium botga o'tamiz. Mana Premium botga ham kirdik. Aynan mana shu Telegram Premium bot. Aynan mana shundan Telegram Premium olinadi. Mana oyiga 9,878,580 ta obunachisi bor. Va bu Telegram Premium bot faqatgina Telegraf ilovasida va Telegramda ishlaydi. Siz aynan mana shu Telegraf ilovasini skachat qilasiz telefoningizga Android bo'lsa, mana shu Telegraf ilovasini skachat qilib, mana shunga siz akkauntingizni kirgizib olasiz. Mana shu Telegram ilovasi orqaligina olib bo'ladi Telegram Premium. Boshqa aka yoki boshqalardan olib bo'lmaydi. Telegram Premium bot ishlamaydi, faqat Telegrafda ishlaydi. Buni siz Play Marketga kirib, Telegraf deb mana shunaqa qilib yozsangiz, mana aynan shunaqa qilib yozasiz. Bir nechta telegramlar kelib chiqadi. Bu yerdan aynan mana shu logotipli mana shu ilovani skachat qilib olasiz. Men bundan ro'yxatdan o'tib o'zimning akkauntimni kirgizib olganman. Hozir bunga kiramiz. Mana men Telegram Premium botga kirib oldim. Aynan Telegraf ilovasi orqali. Demak, bu botga kirganimizdan so'ng nima qilamiz? Bu botga kirib Start byuroni bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana bu yerda ko'rsatadi. 1 oylik Telegram Premium 35,990 so'm. Bu asl oladigan narx. Aynan mana shu narx orqali olasiz. Agar bizdan xarid qiladigan bo'lsangiz, 1 oylik Telegram Premiumni 48,000 so'mga olib beramiz. Ishonchli, halol, to'g'ri yo'lda, ya'ni aldanib qolmaysiz. 40 mingga olib aldanib qolgandan ko'ra 48 mingga olib ishonchlarda olgani yaxshi. Agar rostdan olmoqchi bo'lsangiz, Telegramdan Foydakash Isbot Telegram kanalini qidirib toping va adminlarga murojaat qiling. Hozircha 48 ming so'm 1 oylik Telegram Premium bizda. Keyinchalik narxlarni o'ylab ko'ramiz. Xo'p, keyin mana 35,990 so'm ekan. Bu 1 oylik Telegram Premiumning asl narxi. Biz agar siz 1 yillik oladigan bo'lsangiz, yillik obunaga almashtirishni bosib, mana 269 ming so'mga 1 yillik olsangiz ham bo'ladi. 1 yillik. Bizga 1 yillik kerak emas, bizga 1 oylik kerak. Yana startni bosib 1 oylikka o'tkazamiz. Endi bu yerda nima qilamiz? Mana shuni ustiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng bu yerda mana 35,990 so'm deb chiqadi va bu yerda mana shu Premium bot xizmat shartlarini qabul qilaman tugmachasini bosib, to'lash tugmachasini bosamiz. Bu yerda sizga ekran ko'rinmasligi mumkin. Hozir videoda birinchisida sizga chiqadi, karta raqam chiqadi. Ya'ni karta raqamingizni boyagi Visa karta men ko'rsatgan Pakilo Mobile bank kartalarining Visa kartasini raqamini mana shu birinchisiga kirgizamiz. Birinchi qatorga. Ikkinchi qatorga esa oy, yil, boyagi necha edi bizniki, mana shu oyi bilan yilini kirgizamiz, amal qilish muddatini. Uchinchisiga esa boya ko'rsatgan CVV kodimni, ya'ni 3 xonali kodi bo'ladi. Ana shu CVV kodini kirgizasiz 3-qatorga. Va tepada yuqori burchakda, demak, hamma narsani kirgizib bo'lgandan so'ng galochka bor. Ana shu galochkani ustiga bir marta bosasiz. Men hozir kirgizib, demak, tasdiqlayman. Demak, tasdiqlaganimdan so'ng esa bu yerda mana to'lash tugmachasi chiqadi, 35,990 so'm. Mana shu to'lash tugmachasini bosadigan bo'lsak, davom etishni bosib, mana bizni ulangan boyagi karta raqamlarimizga ulangan, demak, o'zimizning telefon nomerimizga kod keladi. Mana shu kodni mana shu yerga kirgizadigan bo'lsak, bizning hisobimizdan 35,990 so'mni yechib olib, bizga 1 oylik Telegram Premium beradi. Kod keldi, hozir bu kodni ko'ramiz.
Mana do'stlar, xavfsizlik maqsadida ekranni videoga olib bo'lmas ekan kod kirgizayotgan paytda, lekin men videoni o'chirib turib Telegram Premium oldim. Aynan mana shu aytgan usullarim orqali oldim. Boshqa hech qanaqa usul ishlatganim yo'q. Mana to'lovimizni qabul qildi. 35.990 so'm yechib oldi kartamizdan va bizga 1 oylik Telegram Premium 18-aprelga qadar berdi. Demak, mana shunday qilib 1 oylik olsangiz bo'ladi. 3 oylikni ham yoki 6 oylikni yoki 12 oylikni boshqalarga sovg'a qilish uchun esa mana shu gift tugmachasini bosasiz. Telegram Premium botdan giftni bosib, bu hadya oluvchini tanlaysiz. Hadya oluvchini tanlab, keyin siz tanlaganingizdan so'ng hozir tanlab ko'rsataman. Mana men o'zimning keyingi narigi akkauntimni tanladim va bu yerda narxlari chiqadi. Mana 12 oylik, 6 oylik, 3 oylik. Mana shu narxlarni xohlagan bir, masalan 12 oylik oladigan bo'lsangiz, 12 oylikni ustiga bosasiz yoki 6 oylik oladigan bo'lsangiz, 6 oylikni, agar 3 oylik oladigan bo'lsangiz, 3 oylikni ustiga bosasiz. Misol uchun men 12 oylikni ustiga bosib, buni ham xuddi shunday boyagidek kartamizga to'lovni kirgizamiz, ya'ni 379 ming kirgizamiz va xuddi shu hozir olgan usulimiz orqali buni ham olamiz va biz tanlagan odamga Telegram Premium hadya bo'ladi. Ya'ni akkauntiga kirmasdan hadya qilsangiz bo'ladi. Agar akkauntiga kirib oladigan bo'lsangiz 1 oylik olsa bo'ladi faqatgina. 12 oyligi ham olsa bo'ladi. Xullas do'stlar, bugungi videomiz aynan shulardan iborat edi. Endi tekshirib ko'ramiz, rostdan ham Telegram Premium olindimi. Mana admin profiliga o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, adminda Telegram Premium paydo bo'lib qoldi. Mana galochka va Telegram Premium olgandan so'ng mana shunaqa funksiyalar ishlaydi. Agar ishlamaydi, ko'rishingiz mumkin 100% ishonchli bizda Telegram Premium olib berish xizmati. Agar sizga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Foydakash Sport Telegram kanaliga kiring va adminga yozish orqali bizdan ishonchli tarzda Telegram Premium sotib oling. Demak, bizda keyin Bangladesh nomeriga ochilgan Telegram akkauntlar ham sotiladi. Ular qanday ko'rinishda bo'ladi? Ular mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Agar Telegramda spam bo'lib qolgan bo'lsangiz, mana shunaqa akkauntlar sotib olib, boshqalarga bemalol yozishingiz mumkin bo'ladi. Bu o'chib ketmaydigan yaxshi akkauntlar. Bularning narxi 25 ming so'm. Bir donasining narxi. Demak, bu o'chib ketmasligi va spam emasligi uchun, ya'ni xohlagan vaqtgacha ishlatishingiz mumkin bo'lganligi uchun shunaqa narxda belgilangan. 3 ming 4 minglik akkauntlarga aldanib qolmang. Mana shunaqa akkauntlardan olib bizdan maza qilib ishlatsangiz bo'ladi. Muhimi qulaylik uchun do'stlar. Foydakash Sport Telegram kanaliga obuna bo'ling, mana shu YouTube kanalimizga ham obuna bo'ling va keyingi video nima haqida bo'lsin, kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.